Sen shunaqa bo'lding, og'zingdan ko'payib ketdi, hushingdan ketib qolding deb o'ziga ham gapirib yurmanglar. Tushunarlimi hammaga? Hamma tushundimi? Sen nimaga kulib o'tiribsan? Gapim kulgili bo'lyaptimi senga? Juda qo'rqitib yubordingiz-ku. Menga qarang. Qizingizni biz saqlab qoldik. Avvalo Alloh saqlab qoldi. Biz sababchi bo'ldik. Bizga kelib rahmat aytasizmi deb o'ylasak, bizga tahdid qilyapsizmi? Nima? Ko'chada ham qizingizga kimdir yordam bersa, shunaqa tahdid qilib yurasizmi? Bunday bo'lsa qizingizni yastig' qilib uyda olib o'tiring, xo'pmi? Maktabga jo'natmang. Iya, tushunmadim. Ustozi buningiz nima deyapti? Sizlar bolaga shunaqa tarbiya beryapsizlarmi? Gap qaytarishni qarang, buni tinmasdan. Akromov, kattalarga shunaqa muomala qilasanmi? Ovozingni o'chir. Ha, ustoz, nima dedim? Nima? Xo'p, tog'asi prokuraturada ishlasa menga nima? Meni ham tog'am katta joyda ishlaydilar.